originali bilan shu darajada bir xil bo'lsinki, odamni umuman ajrata olmasin degan akalarimiz uchun sizlarga Tissot PRX klon versiyasini sotuvga olib keldik. Narxini videoni oxirida aytib o'taman. Obzorni boshlashdan oldin bitta mana shu joyini ko'ringlar. Sifrot qanaqa tiniqligini. Tissot PRX klon versiyasi. Do'konimizda bu birinchi Tissot klon varianti bo'ladi. Xo'p, bu sotimizda tashqi dizayni originali bilan bir xil desam ham bo'ladi. Xo'p, soatimizni oynalariga keladigan bo'lsak, oynalari safir bo'ladi, qirilmaydi va chizilmaydi. Bu soatimizni korpus qismi, chetki zastoshkalari, remishoklari va har bir metali nержавеющий stal bo'ladi, ya'ni ranglari umuman o'chmaydi. Bu soat mexanika avtopodsoat qo'l harakatiga ishlaydi. Yon korpuslarni qaranglar qalinligini. Bunaqa mexanizm uchun bunaqa razmer vashchi nerealniy desam bo'ladi. Chunki mexanizmi juda ham kuchli, originalga yaqin qilib ishlangan. Xo'p, bu soatimizni remishoklarga keladigan bo'lsak, remishoklarning dizaynlariga o'xshagan, zastoshkasi ikki taraflama avtomatik, xuddi o'zini originali bilan bir xil bo'ladi. Orqa tarafida o'zini shunaqa mexanizmlari ham ko'rinib turadi. Bu soatimizning sotuvda ikki xil rangi bor va buni sizlar bemalol boshlang'ich to'lovsiz yoki narxga $300 evaziga xarid qilsanglar bo'ladi. Bu narx ichiga o'zining korobka dokumenti, 1 yillik servis garantiyasi kiritilgan. Hammalarni kutamiz.